O'yinchoq apparatga 1 million pul tiqing. 1 million pul? Baribir hammasini yuta olmadim. Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te mergulhar. Tá de roupa, eu nem trocava pra fazer. Ela quer alguém pra poder, eu gosto de ser esse cara. Tu não fica apaixonada. Hozirda barcha global muammolarga javob berishga keldim. Shuning uchun qanday savolinglar bo'lsa, berishinglar mumkin. Mayli, yana bitta muammo bor. Probkani kim hal qiladi? Polizda chiqishim bilan o'sha probka chiqib bo'lmayapti katta yo'llarga. Ha. Taekwondo bo'yicha yurtimizda xudo xolasa 2028-yil Olimpiadani o'tkazish arafasidamiz va shunga harakat qilmoqda. Stop. Biz savolga javob berasizmi? Biz ifloslanish bo'yicha birinchi o'ringa chiqdik. Havoni ko'ryapsizmi? Ko'cha chang bo'layotibdi. Kim hal qiladi bu muammoni? Zaharlanib ketdik. Voy. Ishingiz ham? Alaykum assalom. O'zim bilaman. Sizdan bilasizmi kishi? Bilaman. Bugun oxirgi kelishim bilasizlar? Nima oxirgi kelishim bo'lar ekan? Oka, o'zi sizni mashinamda nomiga turtib olgan bo'lsam, jonimga tegdi ovqat tashish. Tashiysan yurib ketganingdan keyin bir oy yotdim oyog'im og'ridi. Birovdan biri jonimga tegdi ovqat qilib, men meshqo'chi, men tajribachman. Dada kubiga oldim. Mana desa bo'ldi. Nimadan yetdingiz buni? Просто sotib oldim. Qontoy sengasan. Dada to'rimizdan mashina kelyaptimi? Dede shuncha yosh bolaga boshida berib bo'lmaydi-da. Soltada meshga nima qilyapti? Dada, mashinangiz qizib tursin dedim-da. Assalomu alaykum. Brat, tasavvur qiling, Ronaldo bilan oyiz lavada cho'kyapti. Kimni birinchi qutqarib qolasiz? Men shuni oyib qutqaraman. Sho'za Duratskiy gapiramiz. Xo'sh, agar o'rtog'ingiz Ronaldo bilan lavada cho'kayotgan bo'lsa, kimni qutqarasiz? Ko'p marta chopgan bo'lsa ham albatta o'rtog'imni qutqaraman. Agar qizingiz lavada Ronaldo bilan cho'kayotgan bo'lsa, kimni qutqarasiz? Albatta Ronaldoni qutqaraman.